intayin yeyishlik bo'lgan o'zgacha kala qo'riq go'shtida do'mlim yasash usulini olib keldik. 3 tal yong'ini bu shaklda qirib tayyorlab olamiz. Baba ezib yasab olgan bu yong'ini dakiga silib, siqib suydan ajratamiz. Usta ikki uchida inchikroq, o'tirni yumaloqroq qilib chiqarsak bo'laverdi. Davlat tilida yong'u yuzi deydi, ha? Xamirda qilganda bo'lsa bo'y yuzi deydi. Buni o'tirdan besib, yo'gab xo'jar yasaymiz. Buni ustiga ozroq cho'k tizib olamiz. Bu xamir bo'lmasa suvga cho'kib qoldi. Bu xo'jarni tizib olamiz. Samsoq bilan ko'klarni solamiz. Salom ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugun sizlarga gap kerak emas. Oilalarda etib yeyishga intayin qulaylik bo'lgan, ham intayin yeyishlik bo'lgan o'zgacha kala qo'riq go'shtida do'mlim yasash usulini olib keldik. Diqqatinglar ekranda bo'lsin. Bundan ketadigan material kala qo'rg'isi. Buni suvga chilab, qinni qochirib oldik. Yug'urib olgan bo'la xamir, qizil seriq sabza, yerimbosh qo'noq, 3 tal yong'u, ko'k qizil loza, so'ng piyoz, samsoq, zanjibil, suvga chilib olgan quruq loza. Biz oldi bilan mushun ketadigan materiallarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Sabzini parcha qilib to'g'raymiz. Qo'noqni nipis qilib parcha qilib to'g'rab olamiz, jumloq shaklda. Lazımı bu şekilde parça qilib to'g'rab olamiz. So'ng piyozni qiypas qilib to'g'rab olamiz. Zanjibilni qiypas qilib g'ish shaklda yaplaq qilib to'g'rab olamiz. Samsoqni ezitib, parchalab to'g'rab olsak bo'ldi. Bu chilib olgan lapizni yildiz tarafini evitib, uşaq to'g'rab tayyorlab olamiz. Biz bu 3 tal yong'ini bu şekilde kırıp tayyorlab olamiz. Yong'ini işte kırıp, naytni uvoq holatda chiqarib, ustiga ozroq suv quyib tayyorlab olamiz. Bu yong'u bu holatda ezilib, mushtlaq chiqqan bo'ldi. Hamda biz qozon beshiga o'tib, go'shtni qo'rib tayyorlab olamiz. Oldi bilan qozonga ozroq yog' qo'yib, 2 tal novat silib, rangini chiqarib olamiz. Navat bo'lmasa rangini shikarda chiqarsaqmi bo'ldi. Buningda cho'qim o't pas bo'lish kerak. O't ko'p kelsa navat erib bo'lguncha, o'sha oldida eriganlari ko'pik chiqib qoldi. Ko'pik chiqib, ko'pik o'ltirishga boshlaganda bu go'shtni solsak, buning rangi yaxshi chiqadi. Bunun azroq qo'zoqlar uchun, shakal bidyan, kebab uchun azroqdan solamiz. Arqadan so'ng piyoz bilan zanjibilni solamiz. To'g'rab olgan lozni soldik. Bu sabzini soldik, seriq qizil sabza. Hamda buningga go'sht cho'kidek suv qo'yamiz. Suv qo'ygandan keyin o'tning kuchini kuchaytirib, qaynagandan keyin ko'pigini suzitib, o'tni past holatga keltirib, 1 soat atrofida qaynatib yumshatamiz go'shtni. Ko'pchilik go'sht qaynab pishib bo'lguncha bo'lganlikda biz bugungi yapimizning alaydi yapma degandan keyin shu alaydi bo'lgan yerini tunishtiramiz. Buningda baba ezib yasab olgan bu yong'ini dakiga silib, siqib suydan ajratamiz. Cho'qim suv qolmasligi kerak tarkibida. Bu suyni bu yerga qo'yib qo'yib, sal tindiramiz. Mana shu holat keldi. Buni hamda ayrim tasqa to'kib, ozroq un, kraxmal berib, xamir qilib yugurib olamiz.
Bu yağını sıkıp çıkargan suyunu tökütmeymiz. Sel tındırıp, astık kraxmalda jığılgandan keyin üstüdeki dağ suyunu tökütüp, tıngan kraxmalni bu yağının üstüge töküp, aralashtirib o'tamiz. Unuga azroq tuz beramiz. Orqadan undan azroq beramiz. Bek chiqib ketmasin. Kraxmaldan azroq. Aslında 10'dan birinchilik bo'lsa bo'ldi. Ham buzni aralashtirib, biz bu ishni xamir qilib aralashtirib olamiz. Mana ko'pchilik buni shu xamir alatga keltiramiz. Bek bo'sh bo'lib qolsa bo'lmaydi. Agar bo'sh bo'lib qolsa, un bilan kraxmaldan azroqni berib, etini chig'roq qilib, o'sha alatga xamir alatga kelgandan keyin buni 20 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Bo'sh chig'ilgan misli chig'roq bo'ldi. Bunun ta'mini tansiolimiz, tuz, 2 qoshiq shakar, 1,5 qoshiq jijin, 1 qoshiq oqmush. Mush tetqularni silib, ta'mini tansiolimiz. Ko'pchilik hamda bu yig'irib olgan xamirimizni elib, belijan beliqni shakliga keltirsak bo'ldi. O'sha qilib, buni davlat tilida yuyiz deb ataydi. Şu dapenciliğe ya ki işte nimalar solsak bu intan yeyishlik bo'ldi. Yongyudimi belki yeyishlik bo'ldi. İşte ishqi uchidan inchikroq o'tirni yumroqroq qilib chiqarsak bo'lardi. Buni mustaq chiqarib olgandan keyin suvni qaynatib, suvda pishirib olamiz. Buni suvda pishirilib, boshqa ta'mlarni berib, langsay qatorida iste'mol qilsak bo'ldi yoki qo'rib başka xil usulda yesak mi bo'laverdi. Lekin hamizniki itilish usuli o'xshash. Davlat tilida yon yuzi deydi. Xamirni qilganda bo'lsa bo'y yuzi deydi. Shitay tarafda, jimsa tarafda va ishiltidi buni. Ayintayin yeyishlik. Bu o'zgacha bir xil. Buni hamda bushtaq tayyorlab olamiz. Hamda buni qozonda suvni qaynatib, birdan suv tashlab pishiramiz. Bunu tepib baksak, pishqan bo'lsa suzib ilib, muzdek suvga silib, yoqab yeb olamiz. Ko'pchilik biz yong'yu yuzini yasab bo'ldik. Hamda xamirni ichib, xamirni tayyor qilib olamiz. Xamir bo'lgandan keyin bu xamirni ikkiga bo'lib olamiz. Bana müştak qilib, içib, xuajar qilib tugib olamiz. O'tirisini maylab, buni yo'gab turib olamiz. Yo'gaganda ching'roq yo'gaymiz, bo'sh bo'lib qolsa ichilib ketadi. Müştak qat-qat chiqadi. Buni o'tiridan besib, yo'gab xuajar yasaymiz. Bunu tayyor qilib olgandan keyin qozonni yopidiganga bu bir parcha xamirni shunga yumaloq qilib tayyorlaymiz. Buni shu qozonniki cho'ng kichikligiga qarab ochsak bo'ldi, cho'ng kichikligini. Bularni tayyor qilib bo'ldik. Hamda qozonga qolgan soldiqlarni silib, ustiga xamirni yepib, buni dumlashni ilib boramiz. Biz to'g'rab tayyor qilib olgan qunoqni solamiz. Orqadan bu pishirib olgan bu yong'iniki yuyisini solamiz. Buni ustiga ozroq cho'kitizib olamiz. Bu xamir bo'lmasa suvga cho'kib qoldi. İçib olgan xamirimizni kelib, üstüne yaptık. Bunun ustiga bu xuajarni tizib olamiz. Hem tuvaqni yapib, 20 minut dumlab pishiramiz. Ko'pchilik 20 minut to'shdi. Hamda o'tni o'chirib, bu xuajarlarni
taksiga bo'lamiz ha. Üstüge yapkan kavurma taksi gelip, işte kesip, tayyorlab belgize taksiga tizib turibmiz ha. Eng oxirida samsoq bilan ko'klarni solamiz ha. Silib, aralashtirib taksiga uçsak bo'ldi. Bugungi dersimiz bu yerda xulosda ko'pchilik. Bugun oldikmi, bugun olgan bo'lsanglar, yurak berib saqlab, yaqinlaringlarga ogoh beringlar. Ularni foydalanib qolsin. Xayr xo'sh, keyingi sanni ko'rishaylik.